29 dekabr 2025-yil soat 20. Oh-ohda Milliy telekanalida Ovsinlar serialining 71 qismi namoyish etiladi. Ushbu qism voqealar rivojida muhim burilish bo'lib, oilaviy munosabatlar yanada murakkab sinovdan o'tadi. Serial mazmuni bir xonadonda yashovchi qarindoshlar o'rtasidagi nozik munosabatlarga asoslangan. Har bir qahramonning o'z qarashi, dardi va ichki kurashi bor. Yangi qismda avval yashirib kelingan ranjishlar ochiladi, keskin suhbatlar yuzaga keladi va sabr bilan qabul qilingan qarorlar qanchalik muhim ekani yaqqol ko'rinadi. Ba'zi qahramonlar murosaga tayyor bo'lsa, boshqalari hanuz o'z fikrida qat'iy turadi. Ovsinlar seriali hayotiyligi bilan ajralib turadi. Undagi obrazlar sun'iy emas, voqealar esa kundalik hayotga juda yaqin. Aktyorlar ijrosi samimiy, dialoglar mazmunli va har bir sahna tomoshabinni befarq qoldirmaydi. Serial oiladagi hurmat, sabr va tushunish naqadar muhim ekanini asta-sekin ochib beradi va tomoshabinga chuqur o'y qoldiradi.